bugun patsientimiz migren bilan, surunkali migren bilan shikoyat qiladilar doim. Patsientkangizni tushunmayman. Yo'q, Yo'qsa bermadilar. Bitta qo'lchalarini bunday siymat qilib qo'ydim. Ana. Yonlaridan olsangiz bo'ldi endi. Ha, mayli. Может, internetga chiqish qolamasizlar. И oxirgi paytlarda dori ichib yurishdan ham charchaganlar. И ko'p bezovta qilayotganligi uchun murojaat qilib keldilar. Birdaniga terapiya olishga birinchi marta olishingiz. Boshladik. Og'zingizni ochib yopib, yaxshilab nima qiling. Aha. Yaxshi. Kasallarda, именно o'sha челюстный mышцalarda, chaynoq mышцalarda ham ko'pincha напряжение bo'ladi. Odatda o'sha zo'riqish bosh og'rig'i bilan ko'pincha kombinirованный. O'sha paytda demak, o'sha chaynoq mышцalariga ham botoks qilsa, более effektivniroq bo'ladi. Расслабить qilsa.